Sotishdan oldin bitta gapni aytib qo'ying. 223 ko'rinishiga olib kelib qo'ymaysiz. S500 78 ming kilometr yurgan. Tasavvur qilasizmi? 78 ming kilometr radnoy probegi deb aytibdilar. Bemalol tekshirib olsanglar bo'ladi. S500 aka 5 litrli motor turibdi. Dokumentiga ham S500 deb yozib qo'yilgan. Probegiga lekin 5 ketdim. Bunaqalari yuji aka noyob bo'lib qoldi-da o'zi ham. Rangini qaranglar, ano. Takoy qora ekan, Michelin Sport pilot ballonlarida, original AMG diskalarda, uliklarigacha bor. Aka, salon holatlarini bitta qarang. Mativiy holatda bo'lib turibdi. Abduf, Abagrev, pnevma podveskalari ham bor. Aka, shu o'rinda bitta gap aytib o'tib ketay. Bitta podpiskani bosib qo'ying. Har xil noyoblardan qo'yib boryapmiz. Ushbu mashinamizni yili 2001-yil chisti Yapones dokumentida muammosi yo'q deyaptilar. Bemalol tekshirib olurasizlar. Narxi bilan ko'ndirib qo'ydim. Narxini aytishimdan oldin uni puliga uni olaman, buni olaman desangiz, aka, menimcha noyob mashina ola olmay qolsangiz kerak. 23,5 ming dollar. Primoy egalari bizga xizmat haqqimizni olib bo'lganmiz, reklama xizmatini. Ya'ni siz Primoy egalariga telefon qilib, barakasini qilib olsanglar bo'ladi. Egalari uvering aytibdilar. Любой joyga borib, tekshirib, ovurishsin deyaptilar. 220 qidirib yurgan, noyobidan qidirib yurgan tanishingizga bu videoni yuborib qo'yinglar.